Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan men yana Isroil Bazbek. Bu videomizda yana davom ettirib ketamiz. O'sha AUZ modulimizning asosiy logikalarini yozishni boshlaymiz. Xo'sh, profile update uchun biz profile'ga kiramiz. Bu yerda kelinglar update degan metodimiz bo'ladi va bunga ham request bo'ladi. Requestimiz bo'ladi va bu yerda ham validatsiya qilishimiz kerak. Bu yerda nima desam, all qilib yangilash xato, chunki kerak bo'lmagan inputni to'ldirib qo'yadigan bo'lsa, bizda qandaydir muammo kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun mana bu joyda requestni validate qilib ketinglar va email unique users email bo'lsin va AUZ user, ya'ni o'ziniki bilan bir xil bo'lsa, indamasin degan ma'noda, ya'ni validatsiya ishlamasin degan ma'noda keladi. Password kerak emas bizga password. Bo'ldi, password yangilashni masalan alohida funksiya qilishimiz ham mumkin. Deylik, emailga xabar yuborish orqali u yoqda nima deydi? Emailga link boradi, o'sha linkka bosib passwordni reset qiladi. Shunchaki oddiy nastroykadan reset qilish imkoniyatini bermaymiz. Va mana bu narsani nima qilamiz? Yo'da odatda data qilib olaman o'zim ham. Ko'pchilik ham data qiladi. O'shanda validatsiyadan o'tgan narsalarni biz yangilash uchun beramiz. Easy user update qildik va success qilib userga qaytarib berdik. Endi bu narsani API fayliga ham qo'yamiz. Mana shundoq kiramiz. Buni put metodga o'zgartiramiz. Profile o'zi qoladi. Mana bu narsa ham profile update bo'ladi. Easy, bu narsalar Laravel basic, bu yerda hech qanaqa muammoli narsa yo'q, shunchaki route profile bo'lib qoldi, oldiga anaqa narsa qo'yib qo'ydik, sal routeligi bilinsin. Mana bundan ham oldin qolib ketibdi. Get va put bo'ladi. Demak, bu update uchun. Endi bunda ham xuddi shu profilni olamiz. Ctrl+C va Ctrl+V qiladigan bo'lsak, nusxa qilib bu yerga qo'yib beradi. Profile update deb yozamiz va buni put metodga aylantiramiz. Body qismida demak row JSON qilib yuborishimiz kerak bo'ladi. Registrdan olamiz. Nusxa olaman deb bu yerga qo'yaman. Bu yerdan bizga passwordlari kerak emas, bo'lari kerak bo'ladi. Headerga ham demak token qo'ydik, hammasi joyida. Email oldindan mavjud deb aytmoqda. Bu bizning emailimiz ham o'zi ko'raylik. Bu bizning email emasligi uchun oldindan boshqa email qo'ya olmaymiz, ya'ni bir xil bo'lgan email qo'ya olmaymiz. Database yo'q bo'lishi kerak. O'zinikini qo'ysak bo'ladi, masalan. Azbekning o'zi. Yangilab beraveradi, Azbek 2. Agar umuman yozmaydigan bo'lsak ham, biza bu narsa o'zi odatda required bo'lmaydi, nullable bo'ladi. Nullable string bo'ladi-yu, lekin mana bu narsa noto'g'ri, bizga bu narsa kerak emas. Bo'ldi. Mana, agar yozsak yangilaydi, yozmasak hech narsa qilmaydi mana. Bu narsa update mohiyati. Xo'p, men Azbek 2 ni olib tashlaymiz, joyiga qaytaramiz. Emailni masalan 1 qilmoqchi bo'lsam, o'zgaradi, joyiga qiladigan bo'lsak, o'zgaradi va bu yerda rolimizni ham ko'rib turamiz. Va mana basic nima bo'ldi? Basic AUZ va basic profile qismlarimizni user tomondagi qismlari o'zini qo'yasiga yetdi. Hali AUZ modulining shuni ham qilib ketamiz. Admin uchun alohida qilib ketamiz. Buni sal tezlashtiraman. Buni tushuntirishim shart emas. Bu narsalar basic narsalar. Aytsa model make controller bu safar endi bunaqa bo'lmaydi. AUZ controller va bu endi adminda bo'ladi. Mana admin uchun men tushunishingiz uchun alohida kontroller qo'yaman, papkasini ajratib, sababi tushunish oson bo'lishi uchun. Ya'ni kirganingizda adashib qolmasligingiz uchun. Bu yerda ham tozalab tashlaymiz. Men userdagi loginni olaman. O'zi adminda faqat nima bo'ladi? Login bo'ladi, bo'ldi. Ya'ni u registratsiya qilmaydi. AUZ attemptligini tekshiramiz va undan keyin biz userni tekshirishimiz kerak bo'ladi.
Ouz mana roli teng bo'lmasa, adminga nima deymiz? Return this bizada error uchun alohida message xabarnomamiz bor. Xabarnoma yuboradigan metodimiz bor. Buning ichiga endi message berib yuboramiz. To'xtanglar. Birinchisida data kelish kerak ekan. Datamizni bo'sh qilamiz. Ikkinchisiga demak xabarnoma yuboramiz. 401 qilib masalan mana shu tartibda yuborsak bo'ladi. Adminga teng bo'lmaydigan bo'lsa, demak, kirolmaysiz degan ma'noda. Agar aks holda kirib ketaveradi. Bo'ldi. Endi nima qilamiz? API fayliga ham kirishimiz kerak. Shu API o'chirib yuborish kerak ekanda. Xalaqit beryaptilar. Endi bu prefix ko'rayotgan bo'lsanglar, bundan bitta nusxa olib, admin uchun alohida yarataman. Bu admin bo'ladi. Registr kerak emas. Bu narsalar xohlasanglar profil qoldiringlar admin uchun ham. Lekin endi o'zi nima desam, admin uchun alohida ouz qilish, masalan, admin uchun alohida login qilish ba'zi payt kerak, ba'zi payt kerak emas. Hozir endi men misol bo'lsin deb, ya'ni admin bilan userni qanday ajratganimni ko'rsatishim uchun alohida loginlarni alohida qilaman. Aslida mana bu login qilgan paytda mana userni qaytarib bersanglar bo'ladi. User roli bo'ladi. O'sha rolga qarab frontend bilib olishi mumkin. Qaysi dashbordga redirect qilishni masalan. Endi bizning holatimizda mana shunaqa alohida qilib qo'yamiz. Ouz kontrollerimiz bor. Bu user bo'lsa, endi admin uchun alohida bo'ladi. Bu xuddi shuni olamiz. Admin deb qo'yamiz. Ouz as deymiz-da. Admin ouz controller. Bu prefix yo'q, bu alias degani, ya'ni laqab qo'yish. Masalan, ikkita bir xil klass kelib qoladigan bo'lsa, bu namespace'larni shunaqa use qilib olsak bo'ladi. O'zimiz shu yerni o'zida laqab qo'yib, nomini o'zgartirib olsak bo'ladi. Mana admin uchun alohida qildim, hammasi joyida. Bu yerga ajratib qo'yamiz. User routers, bu yerda admin routers. Mana hammasi yaxshi. Adminniki o'ziniki alohida. Bu yerda admin uchun tekshirilgan. Endi kelinglar. Boshidan papka yaratib ketamiz. Mana admin degan ikkiga bo'linyapti bizning loyihamizni va yana bitta papkasi bo'ladi. Ouz degan. Mana shunaqa masalan nima desam, papkalarga ajratib chiroyli qilib qo'ying. Yaxshi ko'raman. Buni frontendchi ham ko'rgan paytida hech qanaqa chalkash bo'lmaydi deb o'ylayman. Dokumentatsiyada ham chiroyli ko'rinadi. Bu yerga nima qilamiz? Kelib bu yerdagi login nusxa olaylik-da. Mana shu Ouzga ko'chirib qo'ya qolaylik. Mana bu narsa bizga kerak emas. Login copy bo'lib turibdi. Bu narsani o'chirib tashlaymiz. Mana bu narsani adminga o'zgartiramiz. Admin login bo'lsa, bodyda Azizbek 2 emas. Mana bu tartibda qilamiz. Va kelinglar databasedan shu userni rolini admin qilamiz. Dastlab kelinglar kirib ko'rsin. Nima bo'ldi bu yerda? Xato chiqdi, ya'ni user xullas ro'yxatdan o'tmagan degan narsa keldi. Tilim yaxshi kelmay qolishi mumkin shu so'zga. Ro'yxatdan o'tmagan degan narsa keldi. 401 statusimizga keldi. Hammasi yaxshi. Endi nima qilamiz? Databasedan shu narsani, shu userimizni rolini admin qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi kirib ko'radigan bo'lsak, qiziq. Men Azbekni qilgan ekanman. Buni user Azbek 2 bo'lib kiraylik mana. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, user login in degan messejimizni ham to'g'rilab qo'ysak, adminkadan mana admin ko'radigan bo'lsanglar, hammasi joyida. Admin uchun alohida loginimiz bo'ldi, user login registrlarimiz bo'ldi, profil updatelari bo'ldi. Juda ham oson va shu qatorda sizlarga demak responslarni to'g'riladik, error responslarni to'g'riladik va modulni dastlabki ouz qismini ham deyarli tugatdik. Agar keyinchalik kerakli qismlar bo'lsa, yana qaytishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Ko'rmoqchi bo'lgan narsamiz shu. Endi yana davom ettirib qolgan modullarni va modullarning o'rtasidagi aloqalarni ham ko'rib ketamiz. O'zi umuman olganda qaranglar, loyihada
repository pattern, xullas klasslarni bilamiz. Repository, service class, DDO'lar bor. Men u narsalarni ishlatmadim. Nimaga? Chunki siyqasi chiqib ketgan narsalar, u narsalarni ko'pchilik biladi. Va keyinchalik balki ishlatib ketarmiz. Agar kommentariyada yozadigan bo'lsanglar, DDO'larni ishlating, repository ishlatib keting deydigan bo'lsanglar, ishlatib ketamiz. Lekin videoni olishdan maqsad aslida modullarni qanday qilib boshqarish. Ya'ni to'g'ri ichida chiroyli yozsak bu yaxshi, lekin modullarni boshqaradigan bo'lsak, asosiy logikani men urg'uni modullarni boshqarishga bersam, bu undan ham yaxshi bo'ladi. Va bitta narsa qolib ketibdi. Mana bu narsani ko'rib turibsizlar. Response JSONda qolib ketibdi bu narsa. Mana shu narsani, demak, mana bunaqa chiroyli holatga olib kelib qo'ysanglar, responsedagi messajlar bir xillashadi va frontendchiga bu qiyinlik tug'dirmaydi va bu sizni anchagina professional qiladi. Sizlar bilan Isroil Bazbek bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha